Niderlandiyada yo'l jarimalari nazoratdan chiqyaptimi? Niderlandiyada yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun qo'llaniladigan jarimalar so'nggi yillarda keskin tanqid qilinmoqda. Hatto tizimning o'zi ham jarimalar ko'lami va jarima oshirish mexanizmi haddan tashqari og'irlashib ketganini tan olmoqda. Qarzlarni undirish bo'yicha Markaziy adliya boshqarmasi rahbari Ford van Osten hamda undirish xizmati yetakchisi Albert Hazelhoffning aytishicha, jarimalarga qo'shimcha to'lovlar qo'shish tizimi allaqachon nazoratdan chiqqan. Hozirgi tartibga ko'ra, jarima o'z vaqtida to'lanmasa, birinchi eslatmadan keyin 1,5 baravar oshadi, ikkinchi eslatmadan keyin esa 2 baravar ko'payadi. Natijada dastlabki jarima 3 baravar yangi summaga aylanadi. Hazelhoffning ta'kidlashicha, ko'plab odamlar jarimani ataylab emas, balki shunchaki unutganidan to'lamay qoladi. Lekin shunday oddiy xato odamni katta qarzga botirib qo'yishi mumkin, ayniqsa, moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan fuqarolar uchun. Mutaxassislar jarimalarni oshirish tizimini yumshatishni taklif qilmoqda. Eslatmalar sonini kamaytirish yoki oshirish foizini pasaytirish. Masalan, jinoyat huquqida jarimani oshirish taxminan 20% bilan cheklanadi. Shunga qaramay, hukumat bu borada shoshilmayapti. Adliya vaziri Ford van Osten jarimalar haqiqatan ham baland ekanini tan oldi, biroq ularning hisobiga politsiya, yong'in xavfsizligi kabi muhim xizmatlar moliyalashtirilishini ham eslatib o'tdi. Rasmiylarning aytishicha, yirik jarimalardan qutulishning eng oson yo'li yo'l qoidalariga rioya qilish. Biroq asosiy savol hali ham ochiq. Jarimalar profilaktik chora sifatida xizmat qilyaptimi yoki aholiga ortiqcha moliyaviy bosim o'tkazyaptimi?